Assalomu alaykum do'stlar. Biz sizlar bilan Delesiy Qahramonov. Do'stlar, bilasizlar, mana bu agentlarni ketishiga ham oz fursat qoldi va onlayndan kelgan edi. Hisoblik onlayndan o'ynab agent bo'ladigan keluvdi. 650 ta mana biz o'shani o'ynab tugatdik. Mana birinchi o'yin, mana legendarli biz qiladigan ishimiz sizlar bilan bugun mana endi nima qilamiz? Bitta agent ochib qo'yamizmi? Agent ochib qo'yamiz va bu agentni ertaga saqlayman. Bo'lmasa ballardan eshitganman-da, bir ikkita bachalardan eshitganman. Endi aytibdi, jo'ra deyapti. Endi ketishiga 1-2 soat qolganda foizlari oshadi deyapti. Mana shunda ochib ko'rsam, ertaga bo'ladi bu ish. Mana shunaqa gaplar. Hozir men bu 100 ming coinchani olay, keyin sizlar bilan yana gapimni davom ettiraman. Mana nimani ham ko'rib oldik. Reklamani. Mana bu agentdan-da. Mana bitta mana qabul, buni ochib qo'yamiz. Dani olmo. Klan ham yaxshi. Sizlar bilan hozirgi qiladigan ishimiz bizning o'ynab chiqaylik qanaqa. Kilian bilan bitta gol urish kerak ekan. Hozir kelaman. Gol. Bizda 105 ta coincha bolalar. Men buni olib sizlarga keyin bir martaga 1000 ta bo'ladi coinimiz. 1000 ta bo'ladi. 1000 ta bo'lgandan keyin esa sizlar bilan nima qilamiz? Nima deydi? Odam olamiz. Mana bu yerdan turbinchaga ochiladigan bor-ku. Mana shundan ochamiz va sotib olib kuchaytiramiz akkauntimizni. To'g'ri, menda barcha futbolchi olinmagan, chunki nimaga men kuchaytiryapman? Shularni hozir kuchaytirib olay, bo'lmasa nimada ko'payib ketadi. Keyin nima bo'ladi? Ko'payib ketgandan keyin esa kuchaytirish ozgina qiyinlashadi. Ozgina emas, ko'proq qiyinlashadi, chunki hozircha 88 yo 85 lar atrofigacha ketirib olsam hech bo'lmasa o'yinchilarimni keyin bir nima qilsa bo'ladi. Tugadi va biz 105 ta coincha olishimiz kerak. 105 oldik. Ana 1034 ta bo'ldi. Bitta ochib beramiz. Ana shunday Martins tushib olsak deb bo'ylaydi-da. Ko'proq qilaylik qanday mana shu sir deyapti bachalar. Bugungi videomizning o'zi asli open pack ochish bo'lgan edi, lekin kuchaytirishga o'tib ketdi. Martines yoki Yamal Pogbalar ham tushib olsa mayli. Qani bo'lmasa ketdik biz. Angliyalik Rassoylar daqalla. Megroyku bu. Bal kontrol 90 chiqdi. Ezemi ya. Şut derecesi 83. Bukayo Saka chiqib beryapti do'stlar. Bizga Saka kerak emas.
aytmovdi. Emas, ana bazı 108 ana. Xo'sh, ochib beramiz. 180 taka keldi, olamiz. Gel bir olamiz. Va yana 130 ga. Xo'sh, yana 256 ga kelolmaymiz buni. Cho'yluzi qirib bergan. Nabzda ko'yllar tugadi. Mana endi sotib chiqamiz fitnesga. Sakag'amiz, saga sog' ishing omad. Sanam sog' ishing omad. Sanam sog'. Bugungi videomiz kuchaytirilish bo'ladi. Bo'lmasa boshladik. Faqat bittaliklardan Mono Mendic 87 bo'lyapti. Olaysi Oyar Zapal Speediga berilyapti. Xo'sh, Rafinha staminasiga. Xo'sh, endi qaysiga? Bellingham 85 edi. Wow. Olmoqchaga berib yuboraydim. Bruno Fernandes bilan Rapida. Rafinha tezlanishlari kuchaydi yaxshi. Bruno Fernandesni tezlanishlari kuchaydi. Yaxshi Rafinha. Mana endi qo'ysam ham bo'ladi. Vinani. Barol paqagan speedlari. Sizlar bilan bo'ladigan videom shu edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bu edi finish bilmaganlarga.